Bizim ajib holatimiz bor ekanki, bizning qiz bolalar umuman ayol kishi tarbiyachida muallima ekanda, muallima bo'lar ekan. Bir odam aytayaptiki, meni uyda deydi bir nechta o'g'illari bor ekan, hammamiz erkak kishi deydi, qiz ko'rmadik, Alloh qiz berdi, domla deydi. Qizim bizni tarbiya qilib qo'ydi deydi. Qanaqa qilib tarbiya qiladi desam, qizim boyaga yetgan sari biz tilimizga, kiyimimizga e'tibor beradigan bo'ldik uyda erkaklar deydi. Qiz bolamiz bor, endi oldin bemalolroq yurgan bo'lsak, sal o'zimizni tutadigan bo'ldik, gapimizni nazorat qiladigan bo'ldik. Shu kichkinagina qiz bizni tarbiya qilishni boshladi deyapti. Vujudi bilan, borligi bilan. Islomda shunaqa qiz bola tarbiyachi. Allohning ne'mati. Shuning uchun uni ota, aka hammamiz ta'minlaymiz. Ularni o'qitamiz, joylaymiz. Endi katta bo'lib jufti halol bo'ldi. U sizga yana ne'mat bo'ldi. Chunki ayol jufti halol katta bir ne'mat. Erkak kishini butun ne'matini itmomiga yetkazadigan mana shu ayol. Hamma narsasi bo'lsa-da, lekin jufti haloli bo'lmasa, uni ne'mati mukammal bo'lmaydi ekan, uni rohati, baxti mukammal bo'lmas ekan. Baxti mukammal bo'lishligi jufti halol bilan. Ana o'shuning uchun bizga ayol kishini berdi, jufti halol qilib berdi. Oilamizga o'sha ayolimiz orqali baraka kirib keldi. Ayolimiz tufayli xonadonimizga fayz kirib keldi. Ibodatimiz to'la bo'ldi. Alloh farzand berib qolsa, demak u ona bo'ladi. Onani maqomini har qancha gapirsak oz. Bugun biz mana shu ayollar haqida gapirar ekanmiz. Har bir erkak o'zimizni oilamizda qizimiz bo'lsin, onamiz bo'lsin, jufti halolimiz bo'lsin, ularga bo'layotgan haqlari, munosabatlarda qay darajada mana shuni o'ylab ko'rishimiz kerak. Shariatimiz ayollarning huquqlarini bizga o'rgatib, birinchisi hayotning turli jabhalaridagi javobgarlik mas'uliyatini erkakka yuklatilgan holda erkak kishi oilani ta'minlashini gardaniga qo'yib qo'ydi. Hali oyatda aytgandek, astag'firullah, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim. Mana Alloh taolo erkaklar xotinlar ustidan oila boshlig'idir, qoyim turuvchilardir. Sabab Alloh taolo ularni ayrimlarini, ya'ni erkaklarni ayrimlari ayollardan ba'zi xususiyatlarda ortiq qilganligi va o'z mol mulklarini sarf qilib turishliklaridadir. Mana shuning uchun biz yoshlarga aytamizki, nikohda qabul qildim deyapmizda, biz bag'ishlamayapmiz erkaklar. Qabul qilib olganimizda o'shini ta'minlash, kiyintirish, hamma narsasini majburiyatini bo'ynimizga olyapmizda. Bu so'zda aytayotganda g'urur bilan, iftixor bilan, guvohlarning oldida qabul qildim, jufti halollikka, umr yo'ldoshlikka qabul qildim deyotgan erkak belbog'ini mahkam tortsin. Men qilaman desin. Lekin bu degani ayol hech narsa hissa qo'shmasin degani emas. Agar himmat qilsa, ayol o'zini oilasiga yordam bersa, nimadir manfaat yetkazsa, nurin alo nur, Alloh bu ayolga yanada ziyodalik bersin. Lekin shar'iy mas'uliyat o'sli bizda. Uni ta'minoti, uni uy-joy bilan ta'minlash, hamma mas'uliyati bizning zimmamizda azizlar. Buni esdan chiqarmaslik kerak.